Yaxshimsizlar qarindoshlar. Bugun so'zlaydigan tema mundaq bir necha mazmundan tarkib topadi. Birinchisi, bir haftadan bu yangi dunyo iqtisodida yuz bergan ishlar. Ikkinchisi, shifrli pul, Bitcoin ya'ni bittangi haqida qisqa tushuncha. Uchinchisi, yoshlardan kelgan bir savolga berilgan javob. To'rtinchi tema, Amerikaning xususiy boyliq maslahatchisi Suzi O'rmon xonimning inovatli qarz kuchida qarz bor kishilarga qilgan bir tavsiyasi. Unda bo'lsa oldi bilan bu bir hafta ichida dunyo iqtisodida nima bo'lganligiga qisqacha ko'z yuguritib chiqaylik. Birinchi bo'lib, diqqatimizni tortadigani dunyoda neftning bahosining shiddat bilan tushib ketishi. Biz bilamiz, hozir milliardlagan kishilar vaboning ta'sirida uyda o'tirishga majbur bo'lib qoldi. Shundaq bo'lganlikdan neftga bo'lgan talab jiddiy ravishda tushib ketib, neftning bahosi tarixda ko'ringan misli shaklda tuvallab ketdi. Hatto Amerikada neftning bahosi manbi bo'lib qoldi. Bu deganlik neft savdogarlari o'zining ortiq ishlab chiqargan neftlarini boshqalarning ilish uchun yoki to'shib ketish uchun ularga ustak berishga to'g'ri keldi. Ya'ni ularga neftimni olib ket, men senga pul beraman deydigan shundaq holga kelib ketdi. Albatta, bu neft bahosining bu qadar tushib ketishi tarixda misli ko'rilmagan darajada neft ishlab chiqaradigan davlatlarning iqtisodiy kirimiga, moliyasiga intayin ig'ir ta'sir ko'rsatdi. Bu davlatlar Rossiyadan tortib Saudiya Arabistongacha, Iran, Iroqdan tortib Venezuela va Meksikacha shundaq davlatlarga ta'sir oldi. Amerikada ham neft shirkatlari intayin qiyin ahvolga kelib qoldi. Shunga bu Amerikaning prezidenti Donald Trumpning Amerikaning dengiz armiyasiga navada Iranning parxodlarining xirsiga duch kelsanglar, o'qitinglar deydigan bir buyruqni berishimi bu hargiz g'arazsiz emas. İkinci, dünya iqtisodida yuz bergan yana bir diqqat qilishlik ish oltin bahosining o'sishi. Dunyodagi shu vaboning ta'siridan nurg'un iqtisodlar palachalga tushib qoldi. Dunyodagi muhim markaziy banklar kengayma pul siyosatini yo'l qo'yish ehtimolida bo'lganligi uchun, ya'ni o'sim nisbatini tuvallatish va pul besib chiqarish, shu ishni qilish ehtimolida bo'lganligi uchun kishilar oltinga jugadi. Shu tapda, ya'ni oltinning shu tapdagi bahosi 0.6% o'sib, ya'ni naq maydonda qildigan shu bugungi bahosi 0.6% o'sib, 1 onsiya oltin, ya'ni 28 gram oltinning bahosi $1724 bo'lgan bo'lsa, yaqin kelgusidagi, ya'ni futures deymiz, yaqin kelgusida 90 bo'yicha setib olgan oltinning bahosi 0.15%, ya'ni 1%dan yarmi o'sib, 1 onsiya oltinning, ya'ni 28 gram oltinning miqdori qiymati $1748 chiqdi. Chunki markaziy banklar pul besib chiqargan bilan oltin besib chiqara olmaydi. Shunga navbatda boylikni oltinga aylantirish mablag' sarfchilarni o'ziga jalb qiladigan bir ish bo'lib qoldi. Shunga nima qilsa shu qimmat bo'ldi degan gapning hikmat bo'yicha bu kishilar hozir boshqa sohadan chiqib oltin mablag' silishga tutish qildi. Albatta buning agishib kumush, platin va boshqa qimmat metallarning bahosi o'rladi. Uchinchisi, vaboning ta'sirida biz bilishga ishlangan bir xabar, vaboning ta'sirida dunyoda 265 million odam ocharchilik duchor bo'ladi deydi. Bugun qadar 200 dan ortiq davlatga tarqalgan bu vabo 2,5 milliondan ortiq odamga yuqib 200 mingga yaqin odamning joniga zamon bo'ldi. Shundaq yana bizning hayotimizning hamma taraflariga, ya'ni xizmat, turmush, o'g'inish va shaxsiy munosabatlarimizga ta'sir ko'rsatib, hammamizni o'ylamagan shaklda kun kechirishga majbur qildi. Shunday uyda turib, uyda ishlab, taloqqa chiqmaydigandek. Dunyo xarakterli nurg'un davlatlar shahar yezlarni taqib oldi. Bu savdo tijoratga ta'sir ko'rsatdi, albatta, jumladan yana yeziklik ishlab chiqarishga ta'sir ko'rsatdi. Natijada ochliq bexatarligi va oziq manbasiga ig'ir darajada tahdid elib keldi-da. Shunga Birlashgan Davlatlar tashkilotining qaramog'idagi Dunyo ochliq programmasi bu yil oxirigacha dunyoda 265 million odam ocharchilik duchor bo'ladi deb faraz qilyapti. To'rtinchi bir yana biz bilishga tegishli bir xabar, Xitoy Xalq bankasi elektronlik pul, ya'ni xalq pulini, qog'oz pulni elektronlik pul shakliga yo'tkashni sinab qilib, ya'ni elektronlik to'lam tizimiga ko'chishning birinchi qadamini bosdi. Ular to'lam ishlarini elektronlik qilish uchun raqamli pul ishlatishni Shenzhen, Suzhou, Chengdu, undan keyin Shongan deydigan Beijingdagi shaharlarda
sınaq tariqasida yo'l qo'yishni boshladim. Endi men ikkinchi cho'ng mazmun shifrli pul, Bitcoin ya'ni bit tangisi haqida bir qisqa tushuncha berib o'tay. Kompüter texnikasidan foydalanib uchurlarni tez ham erkin shaklda bartaraf qiladigan bir davrni biz uchur davri deb ataymiz. Bu davrda maydonga kelgan to'r texnikasi insonlarning aloqalashishiga, olamshumul yangiliklarni ilib kelib, yer sharilishni mumkinchilikga qilgandek raqamlik pulninki maydonga kelishimi kishilarning tovar va mulozimatlarga to'lam to'lash usulidami nurg'un qulayliklarni ilib kelmoqda. Tövəndə mən anlıqçılarga raqamlik pul haqida qısqa tushuncha beraman. Raqamlik pul dunyoviy pul bo'lib, uning hech bir davlatning, hech bir markaziy bank kontrol qilinmaydi. Raqamlik pulni ishlab chiqarish uchun kompyuter va bu pulni qazg'uvchilar bo'lsa kifoya. Xuddi qazg'uvchi deganimizda oltin qazg'anga o'xshash, bu pulni kompyuterdan foydalanib qazadigan kishilar bor demakchi. Shifrli pul, ya'ni maxfiy pul raqamlik pulning bir xil bo'lib, almashtirishning vositasi, ya'ni to'lam vositasi sifatida ishlatilishga uzun bo'lmadi. Bu pulni qazg'uvchilar maxsus kompyuter qattiq detallardan foydalanib elektronlik pulni shifrlaydigan, ya'ni maxfiy qiladigan murakkab matematikalik tepishmoqlarni yeyish orqali har qaysi taraflar o'rtasidagi, ya'ni og'uchilar bilan saqchilar o'rtasidagi ilm berimning bexatarligini kapolatga qiladi. Biz anglagan Bitcoin, ya'ni bit tangisi tunji maydonga kelgan shifrli pul bo'lib, 2008-yil oktyabrda dunyoga kelgan, uni Satoshi deydigan bir yaponcha ismli kishi ekan, bir kishimi yo bir guruh kishimi, unisi noma'lumdir. Bular 2008-yil Bitcoin vujudga keltirgan bo'lib, 2010-yil mayda tunji Bitcoin ilib sotilgan dunyoda. 2013-yil 29-noyabrda uning qiymati shiddat bilan o'sib ketib, mana hozir qadar Bitcoin savdosi qilib, ya'ni bit tangi savdosi qilib, millionlarga aylangan kishilar 18 ming atrofida ekan. Mutaxassislar shifrli pullarningki istiqboli bundan keyin nayt kam bo'ladi, qog'oz pulning o'rnini mush pullar oladi deydi. Ondan keyin Bitcoinga ergishib yana nurg'unlagan shifrli pullar maydonga keldi. Hozir uning turi 3 ming mashidi. Ko'pchilik mushaqtimi muayyan savatlarni bilib qo'ygani deb bilib qo'ygani yaxshi deb qaraganligim uchun men bu timda azroq qisqish to'xtaldim. Agar qiziquvchilar bo'lsa, yana bu to'g'risida kengroq so'zlasak bo'ldi, keyingi leksiyalarda. Uchinchisi, Amerika turayotgan bir hamshirimiz biz shu hozirgi shunday davolg'ib turgan shunday iqtisodiy sharoitda qanday kasb o'rgansak bo'ladi degandek bir savolni so'rabdi ekan. Bu to'g'risida bunday qisqacha bir javob berib o'tay. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Amerikaning yasash sanoati jush urib taraqqiy qildi. Urushdan keyin nurg'un yoshlar o'rta maktab diplom bilan bu sohada, ya'ni yasash, avtomobil ishlab chiqarish degandek shunday sohada xizmat tepib, halliq saviyaga, ya'ni shu vaqtdagi yaxshi maoshli xizmatlarni topa olgan. Lekin o'tgan asrning 80-yildan boshlangan Amerika iqtisodiy qurilma xarakterli o'zgarish, ya'ni bu deganlik ikkinchi kasb yasash sanoatidan, yasash kasbidan mulozimatga, uchinchi kasbga yuz berib, qurilma xarakterli o'zgarish yuz berib, bu yangidan güllengen bu kasb kishilardan texim ko'p muharib saviyasi va yuqori iqtidor talab qiladigan bo'ldi. Ya'ni alliq saviyadagi yaxshi maosh deb qaraydigan maoshni xizmatni tepish uchun kishilar ko'proq o'rganmasa bo'lmaydigan bo'ldi. Albatta, kompyuter texnikasining barliq kelishi, yer sharilishish, avtomatlashish, kishilarning kasbiy mahorati va iqtidoriga qo'yadigan talab xizmatlarda. Ammo uning ustiga yaxshi xizmatlarning, ya'ni yaxshi maosh beradigan xizmatlarningki, shu sayya sistemasida uchur texnikasi jihatda bo'lishi kishilardan sistemalik muntazam ma'rifat tarbiyasi ko'rishni talab qildi, yoki kasb ishni texmi talab qildi demoqchiman men. Uchur texnikasining nurg'un sohalarda qo'llanishiga ergishib, yana bu gig economy deydigan bir narsa maydonga keldi. Gig economy deganimiz bizning tilimizda sayyor iqtisod, ya'ni talabga asosan talab bo'lgan vaqtning o'zida o talabni qondiradigan vaqtliq, to'xtamliq, butun kunlik xizmat emas bu. Ammo shu kishilar pach-prat ishni qilib yuribmi, yoki jonliq partizanlik shaklda ishlab yuribmi, shunday kirib qildigan shunday bir iqtisod bu. Buning misollari bu Airbnb, Uber, Lyft deydigan mana shunday shirkatlar shu gig economy, ya'ni sayyor iqtisodda maydonga kelgan yangi shirkatlardir. Endi shunday chaqda nima kasblarni o'qish kerak, qanchalik maosh yaxshi bo'ladi deydigan menda bir savollarga nisbatan buning javobini o'zimiz turayotgan davlatlarning iqtisodiy ahvolini tushunib, qaysi davlatda, qaysi jamiyatda yashaymiz,
qaysi kasbni o'qisak bo'ladi, qaysi kasbni xizmatni chiqarib topsak bo'ladi degan narsani shu davlatlarda milliy daromad, ya'ni ishlab chiqarish, milliy daromad boylik qaysi sohada, ikkinchi kasbmi, uchinchi kasbmi, uchinchi kasb bo'lsa qaysi sohada bak yoritildi, mana shuni yaxshi bilish kerak. Uchur texnikasi jihatdimi yoki banka yoki sayohatchilikmi, mehmon kutishdimi degandek. Bularni tafsilroq o'zimiz turayotgan davlatning sharoitiga bog'lab tushunsak bo'ladi. Qanchalik maosh ishlatmasiz kelgan vaqtda, yo qanchalik maosh yaxshi bo'ldi degan kelgan vaqtda, endi yaxshi narsadan chek olmaydi. Bu deganim qanchalik yuqori maosh bo'lsa shuncha yaxshi. Ammo maoshning qanchalik yuqori bo'lishini shu kasbdagi, shu sohadagi talab bilan ta'minlash belgilaydi. Ya'ni shu ishni qila oladigan odamning qanchalik bo'lishi shu ishga bo'lgan shunday odamlarga bo'lgan talab bu belgilaydi. Umuman aytgan vaqtda George Washington universitetiningki muarif va emgak kuchlari tadqiqoti markazi bir chaqda shu Amerikada yoki bundan keyin dunyoda texmo aqdigan kasblar deganda bir necha xil qarashlarni o'tirib qo'yib ekan. Nopos qerilishyapti dunyo xarakterlik. Shunga shu sayya sistemasida sestralarga, doktorlarga bo'lgan talab kuchaydi. Ondan doktor yordamchilari, ondan har xil doktorxonalarda odamlarni rentgenda tekshiradigan bir ahvollar va shunday texnik xodimlarga bo'lgan talab kuchaydi. Yeziklik ixtisosshunoslarga nisbatan talab kuchaydi. Coğrafiyalik, fiziklik jihatlarga tadqiqot qilgan odamlarga talab kuchaydi. Uchur texnikasi jihatda tarbiyalangan odamlarga talab kuchaydi. Shular uchur texnikasini o'qisa, undan keyin dori tadqiq qilish, dori echish jihatda, dorigarlik kasb jihatda mana shunday taraqqiyot istiqboli bor degandek bir necha xil farazlarni o'tirib qo'ygan. Buni atrofimizga ahvollarga qarab, odamlarga qarab tushunsak bo'ladi. Eng oxirida men ko'pchilikni xabardor qilmoqchi bo'lgan bir mazmun Amerikalik xusus boylik maslahatchisi Suzi Orman bu bir xonim mush kishining mush vabo mazgilida inovatli kartochka da qarz bor kishilar shu pulni qanday boshqarish kerak degan to'g'risida bunday gapni qildi ekan. Men o'tganda inovatli kartochka to'g'risida bir leksiya so'zlagan. Bu shuningga munosabatli ekan. Shuningga beqin ekan deb qarab ko'pchilikni xabar topib qolsin uchun bu kishining bu ayolning gapini sizlarga bir yetkazib qo'ymoqchi. Bu kishi deydiki, agar inovatli kartochkada qarzingiz bo'lsa, buning hammasini to'lab etmang. Oyda har 23 kundan 31 kungacha bo'lgan sharoit vaqt ichida bular hisobotni avat emasmi? Masalan, eng tuvan bo'lsa-mu $60 to'lang yoki $100 to'lang deb. Shuni to'lab turing, hargiz jiq to'lamang deydi. Agar sizningki inovatli kartochkangizningki muddati 0% bo'lsa, siz 1 yil ichida 12 oy ichida xarjlagan pulingizga o'smaydigan ish bo'lsa, shu 12 oy to'lab bo'lgandan keyin siz bankiga shu kartochka taqatgan yoki telefon qilib, "Men vabo taqilib ketdi. Shuni menga yana 6 oy uzatib beringlar yoki 12 oy uzatib beringlar, shu 0% ni deb talab qilsanglar, uni mumkinchiligi bor hozirgi sharoitda bu alaydi mazgil" deydi. Endi 2008-yili shunda ish bo'lgan, ya'ni kishilar inovatli kartochka shirkatlari sen $5000 xarjlasang bo'ladi deb haqqa shuna deb berib, ondan haqlar $5000 berib, ondan iqtisodiy krizis, pul muomala krizisi yuz bergandan keyin bu shirkatlar u odamlarga qo'pab, biz sana bu $5000 bu xarjlasang bo'ladi degan talabni qo'ymaymiz. Sen $1000 xarjlasang bo'ladi deb uni kesib etib, uni tuvanlab etib xarjlashga bo'lgan pulni. Ondan kishilar $1000 xarjlab bo'lgandan keyin u ba'zilarinki hatto sening hisobotingdan taq o'tamas, chunki sening to'laydigan puling yo'q ekan deb, xarjlab bo'lgan $1000 olmagan shunday ishlarmi bo'lgan, bu ishlarni yuz berish mumkin debdi. Burun bu ayol xususiy boylikni qanday ko'payish to'g'risida kishilarga bergan nasihatida, maslahatlarda inovatli kartochkada qarzinglar bo'lsa, cho'qim ashni avval to'laytinglar deb tashabbus qilgan. Bu qitim alayda ahvol bo'lganlikdan bundoq demabdi bu ayol. Balki nima deb desa, barliq chiqimlaringizni naqd pul to'lab chiqim qilmay, balki inovatli kartochka bilan to'lang. Naqd pulni qo'lingizda tuting. Agar uy banka qarzingiz bo'lgan bo'lsa, uyda to'laydigan, har oyda bankaga $2,500 to'lagan bo'lsangiz, hargiz $3,000 yo $4,000 to'lab sanmang. Chunki ba'zi odamlar bankining qarzini burun to'lab olsam, to'laydigan o'sim tuvan bo'ladi deb, $2,500 $2,500 $1,000 qo'shib to'laydigan ishlar emasmi? Bu ishni qilmang. Qanchalik to'langiz shuni to'lang. Sala avtomobil sug'urtasidan tortib
o'yiningki mortgage, ya'ni o'yiningki bank uchun to'laydigan qarzingizdan tatib hammasini mana hozir vabo mazgilida shu banklar biz kechiktiramiz, hozir to'lamasang bo'ldi, keyin to'lsang bo'ldi deyapti. Amal va shu qarzlaringizni to'lashni kechiktiring, qo'lingizda naqd pul tuting degan ishni tavsiya qilibdi. Men ko'pchilikninki xabar bo'lsin uchun, bilib qilish uchun buni sizlarga sundim. Undan sirt yana men mana bu 3-nuqtada shu xizmat to'g'risida bir xizmat to'g'risida savolga javob bergandim. Ben necha yilning oldida 10 yillarning oldida Amerikada xizmat tepish tajribalarimda bir yozma yozgan. Bu yozmani men ovozli o'qib, ya'ni o'sha sahifaga qo'yib qo'ymoqchi. Balki 20 minutlarda tugaydi u. Ko'pchilik 25 minutlarda, ko'pchilik mashina haydab ketayotgach anglab qo'yishmi bo'ladi. Bundan xabar tepib qoladi. Andan keyin pul ma'muriy kirish to'g'risida 2008-yilgi pul ma'muriy kirishda men 5 yilning oldida bir video ishlab ekanman. Uni shu kanalninki muhokama, ya'ni discussion sahifasiga chaplab qo'ydim. Qiziqqan qarindoshlar uni chekib ko'rsangiz bo'ldi. Rahmat sizlarga.